Elektroensefalografiya, ya'ni EEG tekshiruvi. Bu tekshiruv barcha nevrologik kasalliklarni diagnostika qilishda eng muhim tekshiruv hisoblanadi. Bolalarda uchraydigan talvasa xurujlari, epilepsiya kasalligi, aqliy zaiflik, notinchlik va hokazo barcha kasalliklarda ushbu tekshiruvni o'tkazish kerak. Va lekin eng yaxshi klinikalarda va professional mutaxassislar ko'rigidan o'tish kerak. Chunki nimaga deysizmi? Birgina shu tekshiruvni to'g'ri o'tkazish farzandingizni yillab noto'g'ri dori ichishdan oldini oladi va o'z vaqtida sudurgi, epilepsiya, aqliy zaiflik kabi kasalliklarni muvaffaqiyatli davolashga olib keladi. Aynan bizning klinikamizda eng zamonaviy 19 kanalli elektroensefalografiya apparati mavjud bo'lib, shaxsan o'zim 26 yillik ish tajribasiga ega funksional nevropatolog aynan bu tekshiruvni nazorat qilaman va barchangizga farzandingizga uchraydigan ushbu muammolarni to'g'ri yechim qilib davolab berishda yordam bera olaman.